shu paytgacha karyeramda ko'rgan eng yaxshi proyektim mana shu deb qo'rqmasdan aytaman. Nimaga bilasizmi? Chunki podyezddan kirishimiz bilan bizani mana shunaqa juda katta hol kutib oladi va ikki tomonlama proyekt 100 kvadratni o'zining ichiga oladi, yetmagan qismini ikkilamchi kreditiga ham to'g'ri keladigan Novostroyka domimiz. Obzorni oxirigacha ko'ring, obzor oxirida narxini aytaman. So tatted all over her body, oh. She just swam all in my morning. Ever since I was a G, I've been legit. Uyimizni etaji sizga qiziqmi? 5 etajlik Novostroyka g'ishlik domimizni 3-etajda o'rta qavatda joylashgan 100 kvadratni o'zining ichiga oladi. Lokatsiyamiz bo'lyapti Sharq bozorcha Chorraha, Serraha. Al-Maktum restoranining shunagina yon tomonida joylashgan. 3-etajda ikki tomonlama proyekt 100 kvadrat, narxi esa 49500 AQSh dollariga baholadik. Yana to'g'ridan to'g'ri egalar bilan savdo qilish imkoniyatiga egasiz. Sizga uyimiz qiziqmi? 120 ming pullik bo'lsa aka, shu uyimizni sizga g'allab bera olamiz.